Relief korporatsiyasining shvetsarskiy Cialux brendi ostida ishlab chiqarilgan mana shunaqangi ajoyib nochnoy dog' ketkazuvchi niqoblarimizni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Ushbu stakanchikni ichida xuddi mana shunaqangi 20 dona 4 mildan iborat maskachalar bo'ladi. Mana bu joyidan qirqib ishlatiladi. Buni kanalimni boshida ham videosini joylaganman. Yana bir marta joylayapman. Sababi ko'pchilik dog' ketkazuvchi mahsulotlarni izlayapti ekan. Ushbu mahsulot o'zim shaxsan xuddi mana shu stakanchikdan 3 ta pachka ishlatganman. Har bitta pachkasida 20 dona mana shunaqangi gelchalar bo'ladi. Bu gellarni faqatgina tunda tozalangan yuz terisiga mayin qilib suriladi va yuvib tashlanmaydi. Bu gelimizni tarkibida niatinamid, mana niatinamid borligi uchun niatinamid giperpigmentatsiya, ya'ni kuchli dog'lanishlarni ketkazadi. To'g'riqdan qolgan dog' bormi, ugridan qolgan dog' bormi, quyosh nurida kuyib shunaqa dog'lar paydo bo'lganmi yoki bo'lmasa hattoki sepkillarni ham ketkazadigan ajoyib mahsulotimiz mana shu bo'lib hisoblanadi. Qolaversa yana yuzni oqartirish xususiyatiga ham ega. Quyoshga chiqqaningizda qoraygan bo'lsa agar, o'sha qorayganni ham ketkazadi aynan mana shu maskamiz. Agar to'liq yuzga suradigan bo'lsangiz 2 martaga yetadi bitta maska. Agar faqat dog' ustiga suradigan bo'lsangiz agar 3 martaga yetadi. Bir dona mana shu maska ichida 20 ta bo'lganini hisoblaganda, butun yuzga surganda 40 martaga yetadi. Ya'ni 40 kechaga tozalangan penka va tonikdan keyin tozalangan yuz terisiga har kecha uzluksiz surtganda effektini juda ham zo'r beradi. Aytganimdek, to'g'riqdan qolgan dog'lar, quyoshda kuyganda, ugridan qolgan dog'larda, hattoki sepkillarda ham, qolaversa quyoshda qorayganda ham oqartiradi va yana bitta muhim jihati, aynan tarkibidagi mana shu niatinamid yuzdagi kengaygan poralarni ham torayishiga yordam beradi. Hammaga tavsiya qilaman. O'zim shaxsan 3 ta mana shunaqangi stakanchik ishlatib, effektini ko'rganimdan keyin obzorini joylaganman. Bu maskani kanalimni boshida ham obzori bor. Qanaqa qilib ichida qanaqa narsa borligini chiqarib ko'rsatganman. Yuvish shart emas. Faqat tunda ishlatiladi. Oqartiruvchi niqob. Hammaga to'g'ri keladi. Umuman allergiya chaqirmaydi. Qolaversa yana bitta muhim jihati, ugrilarni ustiga surganda ham razdrajeniyani qoldiradi. Masalan, men o'zimda bo'lardi, katta husnbuzarlar chiqqanda sirazi surib qo'yardim ustiga bitta tochka qo'yib, ertalabgacha o'shani chiqishini sekinlashtirib 2-3 marta surganimdan keyin butunlay yo'qotib berardi. Hammaga tavsiya qilaman.